Nima? Rost aynaymi? Bo'lishi mumkin emas. Chilik ko'rsam bo'ladimi? Wow! Bu loyiha go'zal edi. Do'stlar, короче, Koronavirus kuzatuvchilari, hozirgi mana Instagramda portlatayotgan Instagram oynalari mana qo'limizda kelyapti. Bu haqiqiy ayna emas, lekin haqiqiy aynadan juda ham kачествоsi chiroyli. Xohlagan joylarga yopishtirsanglar bo'ladi. Xohlaganingizlarda aynakda, xohlasanglar mebel, xohlasanglar yerga qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Eng qizig'ini aytsam, eng qizig'i bu hech qachon sinmaydi. Oddiy aynalarni ursangiz yo qo'lingizdan tushib ketsa sinib ketishi mumkin, lekin bu hech qachon sinmaydi. Xohlasanglar manaqasiga, bunaqasiga ham buklasanglar bo'ladi. Hech ham kачествосini o'zgartirmaydi. Eng zo'rlaridan xohlagan joyda, xohlagan rasmlarda chiqarsak bo'ladi. Eng zo'ri buni Instagram o'zining profillarini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Uylarga, ayniqsa qizlar o'zingizlarga istoriya qiladigan bo'lsanglar, birinchi o'rinda mebellarga qo'yib qo'yinglar, istoriyani zo'rini bombasini chiqadi. Har bitta videolar rekka chiqadi. Men aytgan niklaringizni qo'yib, o'zingizlarni men aytgan xohlagan holatda qilib beramiz. Xohlagan razmerlarda zakaz berishingiz mumkin. Eng zo'rlari, eng sifatlilari bizda, eng arzoni ham bizda. Buni xohlasanglar tepaga ras otib yuborsanglar tushaveradi. Ustiga chiqasizlar, o'ynaysizlar. Hech nima bo'lmaydi. Hammasi zo'r. Do'stlar, kimlardir shu Instagram aynamiz yoqqan bo'lsa, qiziqsa, shu nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar yoki Instagram profilimiz bor. Instagram profilimizga murojaat qilsanglar, chegirmalar bilan chiroyli holatda yetkazib berishlari ham bor, dastavkalari ham bor. Xudo xolasa arzon variantlar kelishilgan holatda jo'natamiz. Murojaat uchun biz